Venesuela qamoqxonasidan ozod qilingan argentinalik qolgan mahbuslarni ozod qilishga bosim o'tkazishni talab qilmoqda. Venesuelada 448 kun qamoqda o'tirgan argentinalik Nahuel Gallo xalqaro hamjamiyatni Venesuelaning muvaqqat prezidenti Delsi Rodriguez hukumatiga boshqa mahbuslarni ozod qilish uchun bosimni kuchaytirishga chaqirmoqda. Buenos Aires, Argentina. Venesuelada 448 kun qamoqda o'tirgan argentinalik Venesuela hukumatini Delanim xalqaro hamjamiyatiga bosimni kuchaytirishga chaqirdi. Boshqa mahbuslarni ozod qilish. 35 yoshli Nahuel Gallo 1 mart kuni hokimiyatdan chetlatilgan prezident Nikolas Maduro hukumati tomonidan josuslikda ayblanib hibsga olinganidan so'ng ozodlikka chiqdi. Menimcha, biz hamkasblarimiz ozod qilinmaguncha qamoqdamiz, dedi Gallo Associated Press'ga. Qariyb 15 oylik hibsda Gallo radio ichida kaltaklash, cheklangan tibbiy yordam va doimiy psixologik bosimga chidaganini aytdi. Yanvar oyida Maduro AQSh kuchlari tomonidan qo'lga olinganidan beri prezident vazifasini bajaruvchi sifatida Rodriguez demokratik islohotlarni va'da qilgan va Venesuela hukumati avvalroq qamoqxonalardagi huquqbuzarliklar haqidagi xabarlarni rad etgan. Tanqidchilarga ko'ra, yuzlab odamlar siyosiy sabablarga ko'ra qamoqda qolmoqda. Gallo uchun bu hibslar Venesuelaning repressiv tizimini ko'rsatadi.